Markaziy bankda ayrim qonunlarga asosan Santander Halk bankida kredit liniyalari mavjud. Shu kredit liniyalaridan ipoteka kredit liniyalari yana qanaqa kredit liniyalari bor? Ipoteka bor. Avtokreditlar bor. Keyin maishiy texnikalar uchun kreditlar mavjud. Yana ijtimoiy qo'llab-quvvatlash uchun mahalladan beriladigan kreditlar, imtiyozli kreditlar bor. Bular o'sha 7 yildan 3 yilgacha bu 6 oylik imtiyozli davrida har xil turdagi onlar uchun beriladi. Moddiy texnikalar uchun, chorva uchun, shu ijtimoiy qatlamni qo'llab-quvvatlash uchun ajratiladigan